Ko'pchilikni bu yil qish qanday o'tadi degan savol qiziqtiradi. O'zgidromet 2025-26 yilgi qish qanday o'tishi haqida batafsil ma'lumotlarni taqdim etdi. Sinoptiklar keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, 2025-26 yillardagi qish ancha o'zgaruvchan kechadi. Mavsum boshi nisbatan iliq o'tadi, keyin esa haqiqiy izg'irin sovuq ham keladi. Dekabr ko'p yillik o'rtacha ko'rsatkichlardan biroz iliqroq kelishi kutilmoqda. O'rtacha bir oylik harorat me'yoridan 1-1,5 daraja yuqori bo'ladi. Dekabrning birinchi 10 kunida kechalari harorat 0+5 daraja bo'lsa, kunduzi +10-15 darajada bo'lishi aytilmoqda. Ikkinchi va uchinchi 10 kunlikda esa haroratning keskin o'zgarishi, kechasi harorat 0 dan pastlab -5 darajaga tushishi mumkin. Yog'ingarchilik odatdagidek, hatto kamroq bo'lishi aytilmoqda. Yanvar umuman olganda me'yorga yaqin bo'lsa-da, ayrim hududlarda sovuqroq havo bo'lishi kutilmoqda. Yanvarning birinchi va ikkinchi 10 kunligida havo harorati kechasi -3, -8 dan +3, +8 gacha bo'lsa, kunduzi -2, +3 dan +10, +15 gacha bo'lishi mumkin. Eng sovuq kunlar esa yanvar oyining 3-10 kunligida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Kechasi havo harorati -12, -17 darajagacha, kunduzi esa -5, -10 darajagacha sovib ketishi mumkin. Nukus va Urganch tomonlarda esa kechasi havo -20, -25 darajagacha sovib ketishi aytilmoqda. Fevral oyida havo asta-sekin ilib, qish ortga chekina boshlaydi. Fevralning birinchi 10 kunligi qishga xos tarzda sovuq o'tadi. Ammo ikkinchi va uchinchi 10 kunlikda havo sezilarli darajada ilib, janubda havo +15, +20 darajagacha ilib ketishi hech gap emas. Yog'ingarchilik miqdori me'yorida bo'lishi aytilmoqda. Xulosa qilib aytganda, dekabr va yanvarning birinchi yarmi nisbatan yumshoq o'tishi kutilmoqda. Haqiqiy qish esa yanvar oxiriga yaqin boshlanar ekan. Fevralda sovuq chekina boshlaydi va oy oxirlaridan bahor havosini his qilishimiz mumkin bo'ladi. Nima bo'lganda ham havo harorati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ko'ngillarimizda muzlik bo'lmasin, ko'ngillar muzlamasin.